Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ona bola sifatida emas, balki men seni ustozing, nima orzuying bor? Men katta bo'lganda doktor bo'lmoqchiman. Bu sen orzuyingmi? Bu orzuga erishish uchun nima qilishimiz kerak? Orzuga yetishga o'qib, hojatxona, suv ichishga chiqmasdan. Men o'zimning qizimning orzusini endi bildim. Katta ekan, kichkina ekanman. Qanchada sog'inib qolasan akalaring ko'rmasang? Akalarim ko'rasan, 1 soatda. 1 soatda sog'inib qolasan. O'zbek tilini yaxshi ko'rsan, rus tilini? O'zbek tili. O'zbek tilini yaxshi ko'rasan. U katta bo'lganda musirchi bo'lib yuradi o'qimasdan. Ana, ko'rdinglarmi? Izozaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun sen bilan ona bola sifatida emas, balki men seni ustozing, sen esa shu maktabda ta'lim olayotgan qiz sifatida o'zingni fikrlaringni aytishing kerak bo'ladi. Savollar beraman, savollarga o'zingni o'ylagan me'yoring, mezoning bo'yicha javob berishing kerak bo'ladi. Necha yoshdasan, Izozaxon? 8. 8 yoshdasan. 8 yoshli qizni nima orzulari bor? Nima orzuying bor? Men katta bo'lganda doktor bo'lmoqchiman. Shu o'zim klinika ochib, ishchilarni yig'ib ishlamoqchiman-da. Hamma kasal bo'lib qolgan odamlarni davolab, yaxshi qilib yotadi. Tuzatmoqchisan. Ha. Yaxshi, zo'r. Bu sen orzuyingmi? Bu orzuga erishish uchun nima qilishimiz kerak? Orzuga yetishga o'qib, uyga vazifalarni o'z vaqtida bajarib, ko'p kitob o'qib, xatosiz yozib, darsda gaplashmasdan o'tirib, dars paytida hojatxona, suv ichishga chiqmasdan, sabrli bo'lib turish kerak darsda. Men o'zimning qizimning orzusini endi bildim. Qo'yimsizlar? Meditsinskiy klinika ochar ekan. U klinikani ochib, yuritib, katta bo'lganda yetishi mumkin edi. Aljabr maktabini boshqarmoqchiman, masalan. Bu oddiy misol. Yoki o'sha maktabda ustoz bo'lmoqchiman, direktor bo'lmoqchiman deb masalan. Juda ham yaxshi orzu, menga yoqdi. Bu uyda nechta farzandsizlar? Uydaman 3ta. 3ta. Kim? Katta ekan, kichkina ekanman. Akalaring yaxshi ko'rasan? Nimaga? Sen jig'ingga tegishadi-ku. Jig'ingga tegishsa ham Yaxshi ko'rasan? Kimni ko'proq, katta akangmi, kichkina akangmi? ikkalasini bir xil. Bir xil yaxshi ko'rasan. Qanchada sog'inib qolasan akalaring ko'rmasang? Akalarim ko'rasam 1 soatda. 1 soatda sog'inib qolasan. Keyin nima qilasan? Keyin uyga borib, ochonlab olaman. Yaxshi. Undan oldin bog'chaga borgansan. Bog'chadan keyin maktabga chiqding, Aljabr maktabi. Rost maktabga chiqqim kelyapti deding, maktabga chiqaman deding, maktabga chiqding. Nima qiyinchiliklarga uchrading maktabga chiqqaningda? Maktabga chiqqanimda boshida qiynaldim. Xuni yozardim boshida katta. O'zbek tili harflarini bilmasdim. Hozir o'zbek tili, rus tili harflarini ham bilaman, chiroyli yozaman. Shu o'qishlarni ham bilaman. Ikkita tilni, rus tilini ham bilasan, o'zbek tilini. Bemalol rus tilini ham tushunasan, o'zbek tilini ham. Qaysi til yaxshiroq? O'zbek tilini yaxshi ko'rsan, rus tilini? O'zbek tili. O'zbek tilini yaxshi ko'rasan. Nega rus tili qiyinmi? Rus tili qiyin emas. O'zimiz O'zbekistonda yashaymiz-ku. Mashalloh. O'shancha o'zbek tilini yaxshi ko'rasan. Juda ham zo'r. Uyda kimni erkatoyisan? Adillarnimi, o'yinlarnimi? Adammi? Adil nima sani? Qanaqa qizim deb erkalaylar? Uyalaman. Uyalasanmi? Kimni ko'proq yaxshi ko'rasan? Adillarmi, o'yinlarmi? Ikkalaylarni bir xil yaxshi ko'raman. Bir xil yaxshi ko'rasan. Adani, oyini o'zi qanaqa yaxshi ko'rish kerak? Kimnidir ko'p, kimnidir kam yaxshi ko'rish kerak? Yo, hamma oyimi, adami, hamma ota-onalarni chin ko'ngildan yaxshi ko'rish kerak. Sen masalan, men san ko'proq endi ushaman, tanbeh beraman. Adin san ko'proq erkalaydi. Ota-ona ushsa, ushgan ota-onani yaxshi ko'rmaslik, erkalagan otani yo onani yaxshi ko'rish kerak. Gap urushda emas, gap ota-ona urushadiki, u yomon yo'lga bormasdan yaxshi yo'lga borish kerak-da. Ushsa, bola yomon bo'lsin deb urushmaydi. Lekin ko'p bola ota-onasini yomon ko'rib qoladi, urushsa. Meni oyim yaxshi ko'rmaydi, meni ko'p urishadi yoki meni adam yaxshi ko'rmaydi, ko'p urishadi deb aytishadi. Nimadan bo'ladi u? Prosta nimadir yomon ish qilib qo'yganda, например-da, o'shanda urishadi. Ota-ona urishadiki, boshquna qilmasin, yaxshi yo'lga taraf borsin, ko'chada sanqirab yurmaslik uchun urishadi ota-ona. Mana ko'pincha ota-onalar telefon o'ynamagin deb urishadi hozir. Telefon o'ynasa u zarar, ko'zga zarar. U yomon yo'lga qaratadi. Keyin u katta bo'lganda musirchi bo'lib yuradi o'qimasdan. Ana, ko'rdinglarmi? Bu tayinlanmagan.
Eshitdinglarmi? Telefon o'ynaganlar kim bo'lishini bilasiz? Misol ishla bo'ldingmi? Musurchi bo'lmasligi uchun misol ishlaydi. Xo'p, telefonni lekin bolalar rosa yaxshi ko'radi-da. Hozir 3 yoshli bola ham telefonda, 4 yoshli bola ham telefonda. Sen o'zing ham bog'chida eslagin, ko'proq telefon, adin telefonlarni so'raverarding, men telefonimni so'ramasding. Akalaringda hali ham telefon yo'q, to'g'rimi? Senda ham telefon bo'lmagan, lekin adinni so'rab olarding. Keyin bog'chada ko'proq o'ynarding, maktabga chiqqandan keyin umuman telefon o'ynamay qo'yding. Chunki ko'proq o'qishga qiziqib qoldim, yozishga qiziqib qoldim. Hozir telefonda nima foyda bor? O'ynashda. Undan ko'rasa o'tirib dars qilish kerak, yozib uyga vazifalarni bajarish kerak. Bajarish kerak. Uydachi? Oyisiga, adasiga qarashish kerakmi? Qarash kerak, ich tovoq yuvishga, pilisoz qilishga, uy ishlariga qarash kerak-da. U qarashsa, mana bir xil men charchab ketdim, keyin ko'pincha ish qilayotganda qima deb turadi-da, yoningda kimdir. Voy, qiyin, uzoq, deb turasizlar. Deydi-da ko'p bolalar endi. O'shanaqa qilganda, "Yo'q, men qilib tashlayman" deyish kerakmi yo borib xonasiga kirib telefon o'ynash kerakmi? O'zi telefon o'ynayotgan paytda zerikib ketsa, telefon o'ynash kerak emas desa, o'sha borib oyisidanmi, adasidanmi ichish tovoni olib, o'zi yuvish kerak. Men ishlarni qilib tashlayman, boshqa telefon o'ynamayman deyish kerak-da. Ana. Endi mana shu telefon o'ynayotgan bolalarga nima maslahat berasan? Telefon o'ynayotgan bolalarga o'ynash kerak emas, undan ko'rasa dars qilish kerak, keyin yozish kerak, uyga vazifalarni, ko'chaga chiqib o'ynab kelish kerak. Telefon o'zi zarar narsa, foydasi bor, lekin uni imtihonga, ishlash uchun olish kerak, gaplash uchun olish kerak. Anaqa o'ynash uchun olish kerak emas-da. Ana, bilmasanglar bilib olaylik. Telefonni mana ota-onalar sotib olib beryapti-da, qimmatga, eng kami $100 turadi telefon, ketdi $1,500 telefonlar narxi qimmat turadi. O'zi kimga telefon olib berish kerak? Odobli, hamma narsani beshga o'qiydigan bolalarga olib berish kerak. Olsa ham o'sha bolalar faqat yaxshi narsalar qilish kerak, unda ishlash kerak. Jinnicha narsalar ko'rib o'tirish kerak emas-da. Mashalloh. Keyin o'zi telefonni ota-ona olib berish kerak. Men boshqacharoq o'ylayman. Kim olib telefon, masalan, o'zi mehnat qilib olgan telefon yaxshi emasmi? O'zi mehnat qilib olish kerak. Oyisiga har doim olib bering, uni olib bering, buni olib bering, naushni olib bering, u olib bering deb sanqirab yurish kerak emas-da. Undan ko'ra o'zi mehnat qilib, Allohdan so'rab olish kerak. Mashalloh. Masalan, mana uyimda mana shu telefonimiz turadi. Men tumbuchkamda. Meni ruxsatimsiz olasanmi shu telefonni? Yo'q. Turadi, zaryadka turadigan joyimiz bor bizning uyda. O'sha yerda turadi telefon. 2 ta, 3 ta telefonimiz zaryadkada turadi. Ruxsatsiz olasanmi mendan? Yo'q. O'zi ruxsatsiz olish mumkinmi? Yo'q. Ruxsatsiz olsa, ota-ona urush berishi mumkin-da. Boshqa mehnat qilib olsa ham ota-ona olib bermaslik mumkin-da ota-ona bolasiga. Ota-onalar bolasini yomon ko'rishi mumkinmi? Yo'q. Shunaqa ota-ona bor deb o'ylaysanmi? Yo'q. Hamma ota bilan ona bolasini ular prosta urishadi, bola yaxshi bo'lishi uchun-da. Bola uni noto'g'ri tushunadi, meni yomon ko'radi deb o'ylaydi. Bir xil ota-ona bitta qattiq gapirib qo'ysa, yig'lab borib xonasiga kirib ketadi. Bir xil bolalar. Nima qilish kerak unda? Unda ota-onasini gapirib, "Xo'p bo'ladi, jon" deb o'tirib darsini qilish kerak. Zo'r. Tushundinglarmi? Shunaqa holatda qilish kerak, to'ppa-to'g'ri. Telefon masalasini zo'r yoritib berding. Yettiga kuzatuvchilarga juda ham manfaatli video bo'ldi deb o'ylayman. Ishoninglar, tayinlangan emas, maxsus emas. Chunki bolamni kelajakdagi orzusini hozir o'zim bilyapman. Katta klinika ochib, insonlarga naf tegadigan xizmat ko'rsatish juda ham orzularingga yetgin. Har doim duodaman. Doim yoningda yaxshi insonlar bo'lsin, yomon insonlar hech qachon yoningga yondashmasin.